Ortimda 100 ta aylana turibdi. Ularning ichida esa 100 ta odam bor. Bunga haftalar, oylar yoki hatto bir yil ketadimi, menga farqi yo'q. Orangizdan kim aylanasini eng oxirgi tark etsa, ana shu 500 ming dollarni yutib oladi. Qoidalar oddiy. Agar istalgan vaqtda aylanangiz atrofidagi qizil chiziqni bosib o'tsangiz, $500 million dan mahrum bo'lasiz. Musobaqa rasman boshlandi. Omad. Ana u yerda $500 million turibdi. Meni esa vaqtim bemalol. Bugundan boshlab bu meni uyim. Xohlasangiz ham meni bu aylanadan chiqara olmaysiz. Mana shu $500 ming hammasi faqat o'zimga. Bu yerga kelish uchun 27 soat uchdim. Shuning uchun kamida 27 soat chidashim kerak. Ishonavering, bu shart ko'ringanidan ancha qiyin. Chunki oradan 30 daqiqa o'tgach, mana nima sodir bo'ldi. Bizda birinchi chiqib ketgan ishtirokchi bor. Oh, kim tegib yubordi? Kimdir chiziqqa tegdimi? Asabiylashayapman. Ekranga chiqaring. TJ, sen aylanaga tegding. Demak, o'yindan chiqding. Kimdir buni qilish kerak edi. Qurbonlikni o'z zimmamga olaman. Yaxshi, ketishing mumkin. Chandler, sen birinchi bo'lib chiqib ketmading. To'g'ri aytasan. Sendan faxrlanaman. Men birinchi bo'lmadim, lekin ikkinchi bo'laman. To'xta, nima? Shoshma. Endi ikkinchi chiqib ketdi. Agar siz Chandler va boshqa tanish yuzlar nega musobaqalashayotganiga hayron bo'lsangiz, sababi shundaki, mening barcha videolarimdagi yulduz ishtirokchilar Mr. Beast tarixidagi eng katta birlashuv uchun shu yerda. Bu yerga yig'ilganlarning hammasi Mr. Beast videolarida qatnashgan. Ular g'alaba uchun nima kerakligini bilishadi. Chunki raqobat kuchli. Men 1dan 100 gacha bo'lgan videoni ko'rganman. 42-raqam xavfli. Bu ayol platformadan sakragan xonim va 99 kishini o'yindan chiqargan. ha. Bu o'rmondagi uyingdan kattaroqmi? Nafaqat meni, Grizni uydan ham katta. Uni ham meni yonimga tashlang. Qani ket. Ramaning futbolkasi orqasida avvalgi videolarda yutgan va yutqazgan pullar miqdori yozilgan. Masalan, Lanin $200 ming, $250 ming, $1 million, $2,5 million shaxsiy samolyot va klubga yana $1 million yutqazgan. Jimmy bilan vaqt o'tkazish yoqimli. Menga omadsiz kunlarimni eslatdi. Va bizda navbatdagi xayrlashuv. U men tasavvur qilgandan ham ajablanarli sodir bo'ldi. Yo'q, Jinursan. Big Justice chiqib ketdi. Nega chiqib ketding? Bu hojatxona yoqmadimi? Yo'q. Yaxshi, bu hojatxona kimnidir o'yindan chiqardi. Taklif uchun rahmat. Arzimaydi. Juda ajoyib bo'ldi. Bu oxirgi qolgan g'olib videosi. Shuning uchun bu ishtirokchilarning hammasi o'zlarining kichkina aylanalarida uxlashadi. Faqat Jioning rejalari boshqa edi. Agar videolarimizda avval ko'rgan bo'lsangiz, u nima rejalashtirganini bilib olgan bo'lasiz. Voy, men bu o'yinlarni avval ham o'ynaganman. Hammani uxlatmaslikka urinish rostdan ham ish berayotganga o'xshaydi. Bo'ldi, men ketdim. Omad yigitlar. Charchadim va uyga qaytyapman. Bu qariyalarning o'yini emas, yoshlarning o'yini. Men uchun og'irlik qildi. Ular yolg'iz emasdi. Chunki ular uxlayotganda 7 kishi tasodifan qizil chiziqqa tegib ketdi. Ulardan biri bizning Karl edi. Uyg'onsam oyog'im chiziqqa tegib turgan ekan. Birinchi tundan keyin 14 nafar ishtirokchi $500 million yutish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Va bu ajoyib. Navbatdagi shartda yana ko'pchilik chiqib ketadi. Qo'riqchilar, bloklarni olib kiring. Yana Minoralar. Voy, yo'q. Yo'q. Hammangiz juda tajribali o'yinchi bo'lganingiz uchun avval o'tkazgan eng qiyin o'yinlardan birini qaytarishga qaror qildim. Men Beast Games'da shu o'yinda chiqib ketgandim. Endi bunday bo'lmaydi. Sizdan talab qilinadigan narsa qizil blok ustiga minora qurish. Minorangiz mustahkam ekanligiga ishonch hosil qiling. Bir necha daqiqadan keyin qaytaman. Buni Beast Games'da ko'rganman, juda qiyin shart. Buni qanday bajarishni bilmayman. Bundan ko'p odam o'ta olishiga ishonmayman. Umid qilamanki, men ulardan biri bo'lmayman yoki aniq ulardan biri bo'laman. O'rmon haqidagi videoda bir-biringizga qarshi edingiz. Endi birga ishlayapsizlarmi? Hozir unga ishonaman. Uni sakrab sinab ko'rsam bo'ladimi? Ha. Yaxshi, agar sen uni ushlab tursang. Yo'qol bu yerdan og'aylar. Hamma o'z minorasidan mamnunmi? Boshqaruv xonasi 24 soatlik taymerni yoqing. Hozirdan boshlab keyingi 24 soat ichida minorangiz qulasa, siz o'yinni tark Ey etasiz. xudoyim. Va o'yinni qiziqarliroq qilish uchun qo'riqchilar, hammaga bittadan koptok bering. 24 soatlik taymer nolga teng bo'lganda qizil chiroqlar yonadi va sizga boshqa birovning minorasiga koptok otish uchun roppa-rosa 10 soniya vaqt beriladi. Agar uni qulatsangiz, ular o'yindan chiqadi. Do'stlar, orttirganingizga ishonch hosil qiling, chunki 20 kishi sizga koptok otishini xohlamasangiz kerak. Kelinglar, kimni chiqarib yuborishimizni aniqlab olaylik. Umid qilamanki yoningizdagilarga ishonasiz. Kelishib oldik, shundaymi? Og'ayni, bizni perimetrimizda ishonmaydigan odamlarim bor. Kimdir meni minoramga koptok otishi va meni o'yindan chiqarib yuborishi mumkin. Men charchadim, uxlashni xohlayman. Lekin qanday uxlashni bilmayman. Ammo ba'zi odamlar uxlamay,
oldindagi sinovga qarshi o'z minoralarni qo'riqlashga e'tibor qaratishdi. Rasman 3-kun boshlandi va men bundan biroz qo'rqyapman. Bu shart insondan sabr talab qiladi, shuning uchun men kutib o'tiribman. Bu chidamlilik sinovi bo'lgani uchun bir necha kishi o'zi bilmagan holda qizil chiziqqa tegib ketdi. Va mayiz tufayli bir o'yinchi o'yindan chiqib ketdi. U nafaqat tegdi, balki keyin aylanani silashni boshladi. Xo'sh, Bu $500 million mayiz. Lekin bu vaqtni aksariyat ishtirokchilar ittifoq tuzish va kimga koptok ochishni hal qilishga sarflashdi. Gap shundaki, kim bilan ittifoq tuzganini, kimni himoya qilishini ham bilmaysiz. Vaqt deyarli bo'ldi. Kimga ochishni o'ylayapsan? Jeremiga. Men uni televizorda ko'rganman. U yaxshi qarorlar qabul qilish kerak edi. Meni qora ro'yxatimda 1-2 kishi bor. Bu Rayn. Bilaman, Hyuga hech narsa qilmaydi, lekin undan tashqari yoki qiladimi? 24 soat davomida hammangiz o'z minoralaringizni himoya qildingiz. Nihoyat sizlarda 1 daqiqa qoldi. Ittifoqlar tuzish, strategiya ishlab chiqish, dushmanlaringizni aniqlash uchun yetarlicha vaqtingiz bo'ldi. Bu juda zo'r bo'ladi. 3, 2, 1, olg'a! Joey! Jeremi yutqazdi. Mark o'yindan chiqdi. Voy! Reyn bilan Hugo o'yindan chiqdimi? Yaxshi. Otishmani to'xtatishingiz mumkin. Otishmani to'xtating. Agar minorangiz turgan bo'lsa, siz hali ham o'yindasiz. Ketdik. tirik qolganimga ishonmayman, o'rtoq. Yaxshi, Jeremy. Sen Biz Games'da yutqazding. Ehtimol sen Joeyga hot-dog yeyish musobaqasidan tashqari yutqazgan birinchi odamdirsan. Keching mumkin. Rahmat. Yaxshi, Mark, keching mumkin. Ammo eng shafqatsiz chiqarib yuborishlardan biri bu Hugo Raynni o'yindan chiqargani bo'ldi. Siz hozirgina guvoh bo'lgan narsani men qaytar dunyo deb atayman. Hugo, o'zingni oqlash uchun nima deya olasan? Balki u bunkerda ko'proq ovqat pishirganida yoki yordam berganida. Shoshma, Yo, Hugo. xudo. Go'yo men hammomni tozalamagandek, polni artmagandek gapirma. Ikkovingiz shunchaki ketishingiz kerak. Ko'rishguncha xayr. Qolganlaringiz esa minorangizni ag'darishingiz mumkin. Siz omon qoldingiz. Imkoningiz borida dam oling. Chunki ertaga yarmingiz uyga ketasiz. Bu shunchaki navbatdagi oxirgi qolgan g'olib sharti emas. Bu yerda ko'rib turganingiz 62 kishining hammasi avval ham musobaqalashgan. Ba'zilari 100 minglab yutishgan. Boshqalari esa hamma narsani yutqazishgan. Shunday ekan, yagona savol: kim eng uzoq dosh bera oladi? Bugun kechasi yaxshi uxladim, chunki men aylanamda ulkan minora yo'q edi. Jimmy bugun ko'p odamni o'yindan chiqarishimizni aytdi. Men keyingi shart nima bo'lishidan qat'iy nazar tayyorman, chunki biz safimizni kamaytirishimiz kerak. Shart so'ngida faqat bir kishi 500 mingni olib ketadi. Diqqat, menda bir e'lon bor. Buni qilishni yomon ko'raman, lekin hozir yarmingiz uyga ketasiz. 50% ishtirokchi uyga ketadi. Mutlaqo shafqatsizlik bu. Juda ham qo'rqyapman. Bu dahshatli. Ehtimol uyga men ketaman. Bu mahorat o'yini bo'ladi. Omad o'yini emas. Xonani o'rtasidan chizib o'tgan. Skoch yopishtirayotganiga qaraganda xonani 4 ta kvadrantga bo'layotganga o'xshaydi. Biz xonani yarmini chiqaradigan yo'lni topishga harakat qilamiz. Bir necha soniya ichida Jeo va men ajralib qoldik. Hozircha bu shartda his qilgan eng yomon tuyg'uyim shu bo'ldi. Hammamiz 30 soniyadan kamroq vaqt ichida chiqib ketamiz. Biz aylanalarni 4 ta kvadrantga bo'ldik va sizlar bilan issiq kartoshka o'yinini o'ynashni boshlaymiz. Men sizlar ko'ra olmaydigan 1 soatlik taymerni ishga tushiraman va taymer oxirida koptoklar qolgan ikkita kvadrant afsuski o'yindan chiqariladi. Hamma koptoklarni tashqariga chiqaradi. Bu bo'lajak o'yinda strategiya juda ko'p. Agar oldinga o'tish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlasangiz, vaqtni kuzatishning eng yaxshi yo'lini topish uchun jamoangiz bilan ishlashingizga to'g'ri keladi. Strategiya tuzish uchun biroz vaqt beraman. Kim sanashni xohlaydi? Bu vaqtni nimadir qilib kuzatib borishimiz kerak. Bir kishi soniyalarni, boshqasi daqiqalarni sanaydi. Agar sanoqlar to'g'ri hisoblansa, aniq vaqt kelib chiqadi. Vaqtni mukammal belgilay olishadi deb o'ylaysanmi? Umuman yo'q. Ha. Ular sanoqchilar kerak deyishdi, men sanay olmayman. Ha, mukammal sanoqni kafolatlashning iloji yo'q. Ayniqsa 1 soatgacha, bilasizmi, 1 daqiqaga yaqinlashish mumkin. Biz qo'rqyapmiz, nima qilishni bilmaymiz. 100 xil strategiya bor va hamma vahimada. Qaysi ikki kvadrant koptoklarda birinchi olishini aniqlash uchun biz to'q sariq jamoa, yashil jamoa, 3, 2, 1, olg'a!
60 daqiqalik taymer boshlandi. Koptokda qancha ushlab turasan? Oxirgi soniyagacha ushlab turaman. Buni bir soniya ko'proq ushlab tursang ham jamoang o'yindan chiqadi. Ha, menda sanoqchilarim bor. O, sanoqchilaring u yerdami? Ha, ular orqada o'tiribdi. 2, 3, 4, Butun boshli bu o'yin 6, 7, jamoangizni 8, vaqtni nazorat 9, qilish qobiliyatiga bog'liq. 11. Bir soniyaga adashsangiz ham ular 13, koptokda ushlab turishlari 14, mumkin va hammangiz 15, uyga ketasiz. 16, Ular jamoadoshlariga 17, sanash, 18, diqqatni jamlash va to'g'ri bo'lishda ishonishyapti. 20, Lekin ular adashsa-chi? 21. To'q sariq jamoa 9 daqiqa yu 20 soniya o'tdi deb o'ylayapti. Lekin yashil jamoada 10 daqiqa yu 15 soniya. Ikki tomon o'rtasida allaqachon 1 daqiqalik farq bor. Umid qilamanki, ular ko'ptokni juda uzoq ushlab turishadi. Ko'ptok ularni qo'lidaligida qizil yonadi. Chunki vaqtning o'ziga xosligi shunda. Bu yerda hech kim uning qanchaligini aniq bilmaydi. Biz diqqatimizni jamlaganmiz, hamma jim. Men baraban chalganman. Sizlar bir-biringizga otasizlarmi? Yo'q, 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 yo'q. yo'q. Biz Biz otmaymiz. otmaymiz. Va ba'zilar vaqtni kuzatishga astoydil harakat qilishayotganda 11. Ahvoli qalay? O'rtoq, ko'ptoklar otilganidan keyin vaqt 14, unutiladi. Bu shunchaki 15, tartibsizlik bo'ladi. 16, boshqalar 17, atayin ularni chalg'itishga 18, harakat qilishardi. 19, 20, 52, 53, 54, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, O'tdi. Biz tugatdik. Noa, yubor. Yuboraymi? Issiq kartoshka. Josh, otaymi? Yaxshi. Otaymi? Tezlash. Yaxshi. Tokni ushla. Yaxshi, qayerga borishni ko'ramiz. Bu yoqda. Ular kanalistlar berishdi. Undagi plyonkaga nima bo'ldi? Nega ko'ptok yashil? Qanday Men allaqachon yugurishdi. Bo'la qol. Taymer do'lga tushganda u kimning tomonida bo'ladi? 10, 1 daqiqa. Bol. Olg'a. Bu tomonga qara. Bo'la qol. Bu tomonga. Bo'la qol. Qani? Uni zonadan chiqar. Tezlash. Yo'q, Qanday? Bo'l. Yaxshi. Qani yaxshi. Bo'la qol. Ana shunday. Tezlash. Qani? Qolsangchi. Tezroq. ular ikkalasi ham yo'qda. Men vaqtni o'zlashga harakat qildim. O'ylashimcha bu yerda hech kim buncha tartibsizlik bilan to'g'ri hisob yurita olmadi. Yaxshi, qizil chiroq yonganda ikkala koptok ham sariq kvadrantda edi. Kechirasiz, lekin sizlar o'yindan chiqdinglar. Qolgan 3 tasi bilan esa biz qaytadan o'ynaymiz. Lekin bu safar 10 daqiqalik taymer bilan. Tushdi. Yashil va to'q sariq o'rtasida bitta koptok bilan uyga ketadigan ishtirokchilarni aniqlaymiz. Voy bu. Biz tenglikni hal qilishdan oldin 6 kishi qizil chiziqni bosib qo'ydi. Agar ismingizni u yerda ko'rsangiz, siz o'yindan chiqdingiz. Brad, u futbolkasini yechdi. Brad, futbolkani kiy. Men nima bo'layotganini bilmayman. Bu xatvorni rag'batlantirmang. Yo'q, rag'batlantirmang. Bu hayotimdagi eng keskin o'yin edi. Va koptokka birinchi bo'lib to'q sariqlar oladi. 3, 2, 1, olg'a! 10 daqiqalik taymer boshlandi. O 0 ga yetganda, kimning kvadrantida o'sha koptok bo'lsa, o'sha jamoa o'yindan chiqadi. Birinchi raunddan keyin ular buni tushunib olishadi deb o'ylagandik. Lekin yo'q. O'sha vahima, o'sha tartibsizlik. Faqat biroz ko'proq umidsizlik. 15. Senda nechi bo'ldi? Menda 9 ga o'xshayapti, lekin ularda 7. O 9 daman deyapti, lekin ular 7 da. Qaysi biriga ishonasan? Biz senga xabar qilamiz, Noa. 22. Ushla, Noa. 24. Ushla. 25. Noa, to'xta. 26. Tartibsizlik! Tartibsizlik! Quloq solishing kerak edi, og'ayni. Yana ketyapti. Jiyo, bo'la qol. Qani bo'la qol. Tartibsizlik. Xudoyim. Bo'la qol. Ot. Mana. Tez, bo'la qol. Bo'la qolsang-chi. Qani tezroq. Akira yana bir uni saqlab qoldi. Tushdi jamoa, sizlar o'yindan chiqdinglar va endi ketishingiz mumkin. Ko'rishguncha yigitlar. Og'ayni, bu hozircha biz duch kelgan yurakni ezuvchi narsa edi. Biz lafsakslarni olib kelamiz. Ertalab yana bir o'yin bo'ladi. Demak, bu 5-kun. Kayfiyat zo'r. Bilasizmi, biz yaxshi uxladik. Hamma o'zini haddan tashqari ishonchli tutyapti. Menimcha shu paytdan boshlab vaziyat ancha keskinlashadi. Endi hammamiz $500 ming yutish imkoniyati haqida o'ylayapmiz. Agar gap men yoki boshqa raqib haqida ketsa, men ikkilanmayman. Keyingi o'yinni o'ynashdan oldin ekranga qarang. Orangizdan biringiz qizil chiziqni bosib qo'ydingiz. U kim, og'ayni? Yo'q. Yo'q.
Sen 5 kunni bu aylanada bekorga o'tkazding. Bu yerdagi hammaga aytadigan bitta gapim bor. Albatta men buni o'yindan chiqqanim uchun aytayotganim yo'q, lekin o'sha pulni munosib odam oladi. Men esa to'g'ri xotinim oldiga boraman. Xayr. Biz oilaviy telekanalmiz. Jiyo, quloqlaringni yop. Sen hech narsa eshitmading. Keyingi shart uchun biz sizlarni juftliklarga ajratamiz. Sizlar bir-biringizni o'yindan chiqarish uchun boshqa aylana bilan yakkama-yakka kurashasiz. Bu jinnilik. Birinchi yakkama-yakka kurashadigan ikkita aylanani e'lon qilmoqchiman. Asma va Arlin. Qo'riqchilar, muvozanat xodasini olib chiqing. Iltimos, bu ikki aylanani men uchun ulab bering. Sizning aylanalaringiz o'rtasida muvozanat xodasi va ikkita oltin shar bor. O'z sharni birinchi bo'lib olib aylanasiga qaytgan ishtirokchi davom etadi. Ikkinchisi esa o'yindan chiqadi. Agar ikkovingiz ham muvozanatni yo'qotib yiqilsangiz, ikkovingiz ham o'yindan chiqasiz. 3, 2, 1, olg'a! Ular yo'lga chiqishdi. Oh, u tez ketyapti. Lekin u yiqilishi mumkin yoki yiqilmasmikin. Ajoyib. O seni ortda qoldiryapti. Tezroq bo'lishing kerak. Tezroq! 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 Men esa hali xursand bo'lmagan bo'lardim. Mana bu ekranga qarang. To'g'ri, u yutdi. Lekin 1,5 soniyadan keyin qizil chiziqqa tegdi. Afsuski, ularning ikkalasi ham o'yindan chiqarildi. Sal vaqtli xursand bo'lib yuboribman. Qo'riqchilar, keyingi shartni tayyorlang. Preston va Noa. Noa, tayyormisan? Men tayyorman. Preston, tayyormisan? Xo'sh, boshlashdan oldin Shopify biznesni boshlashning eng yaxshi yo'li ekanini aytib o'tmoqchiman. Jimmy, olg'a desang men muvozanat xodasiga chiqaman. Noa, biznes boshlashni xohlaysanmi? Xo'sh, qachon boshlasang uni qurish, rivojlantirish va boshqarish uchun Shopify'dan foydalan. Shopify eng zo'ri. Qani ketdik. Shopify 3 million obunachim bo'lganidan beri biznesimni qo'llab-quvvatlab keladi. Undan futbolkalar va festival sotishda foydalanganman. Internetda sotgan hamma narsamda Shopify menga qo'l kelgan. Noa birinchi tegdi. Ya Xudoyim! Bu mutlaq g'alaba bo'ldi. Olg'a! Sizga ham o'z biznesingizni boshlashga yordam bermoqchiman. Boshlash uchun shopify.com MrBizga o'ting yoki hoziroq uning yuzidagi QR kodni skanerlang. Yangi biznes boshlagan 100 ta do'kondan tasodifiy mahsulotlarni sotib olaman. Hech qachon bunday yaxshiroq vaqt bo'lmagan. Boring va qiling. Keyingi raqiblarni e'lon qilamiz. Gio va Nikolas. Agar yutqazsang, 12 yoshli bolaga yutqazgan bo'lasan. Men bunga yo'l qo'ymayman. Gio, uni yutasanmi? Uni pishiraman. Uni qovuraman, friturda pishiraman. Omad, olg'a! Ular yo'lga chiqdi. Seni ortda qoldiryapti, Gio. U seni ortda qoldiryapti. U yiqildi. Yaxshi, Gio, faqat yiqilma. Yiqilma. Yiqilma, yiqilma, Gio, yiqilma. Ketdik, Gio! O'yinchilar birin-ketin chiqib ketar ekan. Biz oxirgi shartga yetib keldik. Rami va Akira. Kim uyga ketadi, senmi yoki u? Afsuski, bugun Rami ketishga to'g'ri keladi. U hozir men va 500 ming o'rtasida turibdi. Akira ko'p sinovlarda qatnashgani bilan tanilgan va u ko'p marta yutgan. Sen yangi Lamborghini yutding. Ha, Lamborghini yutdim. Bu zo'r. Men seni har qanday holatda ham yutaman. Akira, oxirgi so'zlaring bormi? Boshlaydigan vaqt keldi bola. Oxirgi so'zlaring bormi? Nima qilsang ham menga farqi yo'q. Hammasi tugadi. Eng yaxshisi oxiriga. 3, 2, 1, olg'a! Shuncha maqtanib yutqazib qo'yish mumkin emas. Mumkin emas. Voy! Sen bilan ishlash juda yoqimli bo'ldi. Bu yerda kuchli 10likda o'rnim borligini isbotlash uchun turibman. Kuchli 10lik do'stim, kuchli 10likdamiz. Kuchli 10lik. 5 kun va 90 ta chiqarib yuborishdan so'ng biz kuchli 10likkacha qisqardik. Bir hafta oldin bu 100 ta aylananing hammasi to'la edi. Endi esa faqat kuchli 10lik qoldi. Ha, ketdik. Bu kuchli 10lik biz faxriylari bilan to'la. Bizda bir nechta videolarda qatnashgan Los bor. Akira Biz Games'dan qaytdi. Ronya lazerli labirintda qatnashdi. Noa 32 ming marta qo'llarini bukib yozdi. Omar 1 million dollardan qo'lini oldi. Gio bizning ikkala birdan 100 yoshgacha videomizda ham qatnashgan. Ellison o'zining avvalgi aylanasini iPhone uchun tark etdi. Julia yovvoyi tabiatda 20 kun yashadi. Gabriella 1 million dollarlik orol uchun kuchli 10likda edi va Mallory aslida o'sha 1 million dollarlik orolni yutdi. Har biringiz mening videolarimda avval ham qatnashganingiz uchun hech qachon qilmagan ishni qilamiz. Keyingi shartni men hammangizga o'zingiz tanlashingizga ruxsat beraman.
Ey xudo. O yo'q. Bu omad yoki mahorat o'yini bo'lishi mumkin. Balki kim eng baland sakrash o'yini bo'lishi ham mumkin. Qaysi o'yin eng ko'p ovoz olsa, o'shani o'ynaymiz. Va o'sha o'yin sizning yarmingizni chiqarishi kerak. Suhbatlashib olish uchun sizlarga biroz vaqt beramiz. Faqat esingizda bo'lsin, $500,000 sizning qaroringizga bog'liq. Jennerson, yovvoyilik. O'yinni tanlaymizmi? Bir-birimiz bilan qancha tez kelishsak, shuncha tez tugatamiz. Kimdir tosh qog'oz qaychi o'ynashni xohlaydimi? Yo'q, men tasodifga ishonmayman. 500 ming uchun tasodifga ishonmayman. Menda bir g'oya bor. Shtanga ko'tarish musobaqasiga nima deysiz? Yo'q! Yo'q. Men bir oyoqda turishni taklif qilaman. Kim bir oyoqda eng uzoq tura oladi? Aslida bu juda yaxshi taklif. Bir oyog'ida tura olmay qolgan dastlabki 5 kishi yaxshi. Ketdik unda. Bizda taklif bor. Jimmy! Bizda o'yin bor. Men raqqosaman. Lekin buni ularga aytmayman. Xo'sh, bolalar, sizlar $500,000 ni muvozanatga tikishni xohlaysizlarmi? O'ynashdan oldin Patrik, kiring. Bu standartlar va amaliyotlar bo'yicha yigitimiz. Siz qoidalar aniq nima ekanligini tushuntirishingiz kerak. U ularning bajarilishini nazorat qiladi. Qiziqayotgan bo'lsangiz, bunday musobaqa videolari uchun bizda ularning adolatli o'tishini ta'minlaydigan odam bor. Bitta oyoqni tanlash kerak. Boshqa oyog'ingizni tayanch uchun ishlata olmaysiz. Agar oyog'ingiz boshqa oyog'ingizga tegsa, siz o'yindan chiqasiz. Agar Noa aytgan qoidalarga rozi bo'lsangiz, qo'lingizni ko'taring. Yo xudo, yaxshi. Oxirgi so'zlar bormi? Shirin to'ylar, sizlarni sevaman. Eng yaxshilar yutsin. 3, 2, 1, olg'a! O'yin boshlandi. Taymer ekranga chiqarib qo'yilgan. Ko'ramiz, ulardan 5 tasi yerga tegishi uchun qancha vaqt ketar ekan. Xo'p, 10 soniya o'tdi. Bu yer suv qo'ygandek jimjit. Hech kim gapirmayapti. Wow. Kimdir Festivals xohlaydimi? Men bitta olaman. Marhamat, chalg'ishga yordam beradi. Rahmat. Pechenye va krem zo'r ekan. Ha. Bu yaxshi. Menda bir g'oya bor. Agar Mr. Beast merchini sotib oling, Mr. Beast Labs Worms'ni sotib oling, Mr. Beast bilan bog'liq hamma narsani toping desam. Ha, Festivals. Shundaymi? Ha, omon qolish uchun 50% dan ortiq imkoniyatga ega bo'lamanmi? Bu noto'g'ri albatta, lekin men bu gaplaringni videoga qo'yaman. Bu yoqqa o'taman. Salom, Jimmy. Salom. Xo'sh, agar oyog'ing yerga tegsa, $500,000 yo'qotasan. Bilaman. Yaxshi. Qancha vaqt chidayman deb o'ylaysan? Yaxshi. Qancha vaqt chiday olasan? Bilmadim. 20 daqiqa? Bilmadim. 1 soat? Ehtimol. 5 soat? Ehtimol. Bir kun chiday olasanmi? Chiday olaman. Uning oyoq uchi hozir yerdan taxminan 2 dyum balandlikda. Endi esa 5 dyum balandlikda. Oyoqlarda biroz titrashni ko'ryapman. U javob bermayapti. U diqqatini jamlagan. Bu hammaga tegishligi o'xshaydi. Va lazerdek aniq diqqat bilan ular bir oyoqda 5 daqiqa turishga yaqinlashayotgan edilar. Lekin birinchi chiqib ketishdan oldin emas. Jennerson. Gabriella, 4,5 daqiqa. Ha, garchi yutmagan bo'lsam ham juda xursandman. Oxirgi marta men o'z videoyim uchun kuchli 10likka kirdim va bu safar ham borimni berdim. Bundan faxrlanaman. Ketma-ket 2 marta kuchli 10likda. Rahmat, Jimmy. Minnatdorman. 9 kishi qoldi. Men bu tomonda biroz titrashni ko'ryapman. Yolg'on gapirmayman, boldirlarim titrayapti. Demak, hammada ham shunaqa holat. Nega boldirlaring titrayapti? Axir gimnast bo'lsang, lekin hammadan ko'p chayqalyapsan. Nima bo'lyapti? Yo'q, Lois ko'p chayqalyapti. Lois hamma yoqda raqsga tushyapti. Garchi bu sinov oddiy ko'rinsa-da, ma'lum bir nuqtadan keyin qulaylik yo'qoladi. Gabrielladan 5 daqiqadan ko'proq vaqt o'tgach, Sen kuchlisan. Albatta buni uddalaysan, aynan shuni og'ayni. his qilayotgandi. Lois! Ikkinchi ishtirokchi chiqib ketdi. Qiyin bo'ldi, og'ayni. Nima pand berdi? Sonim. Yo'q, to'pig'im. Adolatli bo'ldi. Men bunchalik qattiq sinishimni bilmagandim. Lekin yana birini oyog'i yerga tegmoqchi, kechirasiz. Mallory, menimcha senda ahvol yaxshi emas. Shunday deb o'ylaysan. Oyog'ingni titratayotganingni xonaning narigi tomonidan ko'rdim. Men yaxshiman. Lekin ishonch hosil qilish uchun biz tasvirni ko'rib chiqishga qaror qildik. Diqqat bilan meni eshit. Mallory, senga savol bor. Oyoqlaring yerga tegdimi deb o'ylaysan? Agar tekkan bo'lsa ham sezmadim. Umuman oyoqlarimni sezmayapman. Agar mana shu kadrga qarasang, ko'rasan. Bu tegish deb hisoblanadi. Ha. Yaxshi, tushunarli. Malloryning oyog'i yerga tegdi. 3 kishi o'yindan chiqdi. Hali yana 2 ishtirokchi qolgan. 16 daqiqadan oshdi. Ishtirokchilarning hammasi mukofot yutishni xohlaydi. Ko'ramiz, ular qanchalik uzoqqa borishar ekan. Bu tomonda sakrashlar bo'lyapti. Kichik sakrashlar. Shoshma, u yoqda ham hamma joyda sakrashni ko'ryapman. Omar sakryapti. Omar, men bu yoqda ko'p harakat ko'ryapman. Oyog'ing qanchalik og'riyapti? Hammasi joyida. Omar charchoqni his qilgan yagona odam emasdi. Chunki Roni, sen terlayapsanmi? Ko'ryapsanmi? Yo xudo, u bu yerda terlab, ko'lmak hosil qilyapti. Yutqizma, Roni. Biz buni uddalaymiz. Oyog'im og'riyapti. Kuchli bo'l. Yo xudo, og'ayni qanchalik og'riyapti? Boldiringni har bir tolasi harakatlanayotganini ko'rib turibman. Roni yutishni xohlaydi. Vaqt o'tib borarkan, Omar yanada qiynalayotgan edi. Boldiring qanchalik og'riyapti? Hammasi joyida. Men buni nima bo'lsa ham uddalayman.
Uni oyoqlari yerdan yarim diyum balandlikda. Nafas ol, Omar. Sen buni qila olasan, taslim bo'lma. 23 daqiqa o'tdi. Omar o'yinni tark etadimi yoki Roni? Sizlar zo'r ishlayapsizlar. Deyarli yarim soat. Bu aslida aql bovar qilmas. Irodalar chinakamiga sinovda sinilayotganda biz yana bir bor tasvirni ko'rib chiqishimizga to'g'ri keldi. Lekin siz o'ylagan odam uchun emas. Diqqat! Menda tasvir bor. Kimnidir oyog'i yerga tegdi. O'sha odam kim deb o'ylaysiz? O'zim ham o'ylagandim. Agar shu yerga qarasang, Ha, tegdim. ko'rdingmi? Ha. Julia o'yindan chiqdi. 6 kishi qoldi. Qay biringiz birinchi taslim bo'lasiz? Biz buni aniqlamaguncha davom etamiz. Rostini aytsam, hammadan ko'ra Akira eng kam titrayapti. U bir diyum ham qimirlamayapti. Omar esa doimo sakrab turibdi. Roni rostdan ham qiynalayotganga o'xshaydi. Men taslim bo'lmayman. Men buni uddalayman. Nihoyat o'sha payt kelishiga oz qoldi. Soat 38 daqiqaga yaqinlasharkan, Omar va Roni yiqilish arafasida edilar. Men juda qattiq terlayapman. Taxminan 13 daqiqadan beri terlayapman. Oyog'ing haqida o'ylama, shunchaki o'ylama. Jimmy, men buni eplolmayman. Sen buni uddalaysan, nafas ol. Muvozanatni ushla. Oh, u chiqdi! U chiqdi! Endi beshovingiz davom etasiz. Ey xudoyim, ha! Kuchli beshlik. Kuchli beshlik. Kuchli beshlik. Sen boringni berding. O'zingga shunday deb takrorlab tur. O'zing bilan faxrlan. Oxirigacha kurashding. Voy Alison, sen xavflisan. Men oxirgi qizman. Shirintoylar, Voy Omar, sen haqiqiy jangchisan. Men bu yerda hayoting uchun kurashayotganingni eshitdim. Bunga aql bovar qilmaydi. Ajoyib. Men bu sinovni davom ettirganimdan afsusdaman. $1 million qo'lingni olganing esingga tushyaptimi? Bu o'zimni oqlash uchun imkoniyat edi va men buni qila olmadim. Men o'zimni qoymagan bo'lardim. Sen aniq boringni berding. Katta rahmat, Jim. Arzimaydi. Men seni kuzatib Boshingni baland qo'yaman. ko'tarib chiq. Sen ajoyib ish qilding. Hammasi yaxshi, Omar. Endi siz kuchli beshlikka kirganingiz uchun men sizga tanlov beraman. To'rtalangizda o'yindan chiqaradigan oxirgi shartni o'ynashni tanlashingiz mumkin. Bu esa bizga $500 million g'olibini aniqlab beradi. Chidamlilikni ham tanlashingiz mumkin. Biz buni oxirgi qolgan g'olib sinovi kabi hal qilamiz. Ketdik og'ayna. Kun bo'yi chidamlilik. Chidamlilik. Yodingizda tuting. Agar chidamlilikni tanlasangiz, bu aylanalarda kunlar, haftalar yoki hatto oylar davomida qolib ketishingiz mumkin. Chidamlilik yoki o'yin deb yozish uchun 1 daqiqa vaqtingiz bor. Timerni yoqing. Nima deb o'ylaysan? O'yinmi yoki chidamlilik? O'yin o'ynashni, yuqori notada tugatishni xohlayman. Menimcha biz juda ko'p o'yin o'ynadik. Bu aylanani oxirgi tark etgan sinov va menimcha chidamlilik. 30 soniya. Ular hammasi juda ishonch bilan gapiryapti. O'z taqdiringizni hal qilish beshovingizga bog'liq. Menimcha men hal qiluvchi ovozman. Nimani his qilyapsiz? Men ikkilanyapman, hali bilmayman. Bu yerda bir oy qolishni xohlaysiz? $500 ming yutishni xohlaysanmi? 12 yoshli bolaga quloq solmoqchimisan? Nima soniya qoldi? Ular bu yerda uzoq qolishni xohlashmaydi. Demak, ular sendan oldin ketishadi. 15 soniya. 12 yoshli bola maktabga Bu borish yerdan kerak. chiqib ketishni xohlaysizmi? Dosh qabul qilish Yo'q, uchun. ularni eshitma. Bilaman, bu jiddiy qaror, Alison. 5, O'zingni eshit, ularni eshitma. 2, 1. Vaqt tugadi. Markerlaringizni tashlang. Akira, nima deb yozding? Men o'yin deb yozdim. Chio, O'yin. Noa, Chidamlilik. Roni Chidamlilik. va hal qiluvchi ovoz. O'yin. Ha! O'yin o'ynaymiz. Men borib tayyorlayman. Meni belgimni ko'ryapsanmi? Aslida shuni tanlagan edim. Oh, Chidamlilikni tanlashing kerak edi. ha, kechirasiz, shoshmang. Agar 12 yoshli bolaga yutqazsam, hamma meni mazax qiladi va rostini aytsam, qanday sinov bo'lishi muhim emas. Bu paytda men o'zimni sinovlar ustasidek his qilyapman. Hammasi yaxshi. Biz xursand bo'lamiz, yaxshi bo'ladi. Endi do'stlik yo'q. Hozir gap kim yutishida va men o'sha pul bilan 100% chiqib ketaman. Hammamiz xursand bo'lamiz va bundan keyin do'st bo'lib qolamiz. Alison 12 yoshli bolaga o'zini boshqarishga yo'l qo'ydi. Yosh bola pul bilan uyga ketmaydi. Biz diqqatimizni jamladik. Diqqatimizni jamladik. Men uni o'ldirmoqchiman. 100%. Hammamiz bir-birimizni yomon ko'rib qolamiz. Bu oxirgi o'yinni o'ynash uchun qo'riqchilar sizning aylanalaringizni yangi joyga ko'chirishadi. Xotirjam va ehtiyot bo'ling. Chunki qoidalar hali ham amalda. Agar aylanangizdan chiqsangiz, $500 million yo'qotasiz va uni boshqa birovga qoldirasiz. Sizlar 95 raqibni mag'lub etdingiz. Bir haftadan ortiq bu aylanalarda yashadingiz va hammasi mana shunga bog'liq. Mana sizlarni manekenlaringiz. Voy, bu men-ku og'ayna. Men har biringizga turli rangdagi paintball qurolini berdim. Mening ishoram bilan beshovingiz
Bir vaqtning o'zida bittadan o'q uzasiz. Agar sizning manikeringizga tegsa, biz sizning aylanangizni kichraytiramiz. 3 marta kichraygandan so'ng siz o'yindan chiqasiz. Kimga qarata otishni o'zingiz hal qilasiz. O'ylaymanki, Akira menga qarab otmoqchi 100%. U buni ovozini chiqarib aytmaydi, lekin u aniq mendan qo'rqyapti. Meni orqamda ancha katta nishon bor. Ba'zilari ertaroq menga hujum qilishini sezyapman. O'qlarimni aniq ishlatishim kerak. Shunchaki o'q uzishga harakat qilaman. Har biri nishonga tegishiga urinaman. Akira, keyin menimcha. Noa. Men strike ball o'ynashimni hech kimga aytmayman. Sen zo'rsan. Tayyormisizlar? Qani boshladik. Qo'riqchilar! Qurollarni o'qlang. 3 marta o'q yesangiz, o'yinni tark etasiz. Oxirgi qolgan esa $500 million yutadi. O'yin boshlandi, bolakay. Ketdik, bolakay. Men tayyorman. 3, 2, 1, o'toq! Yo xudo, ularning hammasi tegmadi. Hech biri tegmadi. Ular men nishonga olgandan biroz yuqoriroq otarkan, shuning uchun bu yaxshi. Lekin endi hamma aniq qayerga otayotganini ko'rdi, shuning uchun Hoy, Ellison birinchi ketyapti. Ellison birinchi ketyapti. Yaxshi. Yaxshi. Uchalasi ham unga qarab ketayotgan bo'lsa, men o'ngdagini nishonga olsam ham bo'ladi. Qo'riqchilar, paintball qurollarini o'qlang. 3, 2, 1, o'toq! O, kimgadir tegdi. senga tegdi. Yo xudo, Roniga tegdi. Tegdi. Shoshma, Akiraga ham tegdi. Oyog'imga. Shoshma, sariq kimniki? Shoshma, Ketdik. Roni, sen Akiraga otdingmi? Ketdik, bolakay. Akira Roniga otdi. Yaxshi zarba. Ularning aylanalarini kichraytiring. Kecha 38 daqiqa bir oyoqda turdim. Meni pulim bolalarga ketadi. Shuning uchun sizlar uni ularning qo'lidan ham olyapsiz. Men yosh bo'laman. Ularning qurolini o'qlang. $500 ming xavf ostida. 3, 2, 1, o'toq! Oh! U nozik joyimga urdi. Akirani nozik joyiga urishdi. Birinchi safar ham shuni mo'ljallagan. O'q tekkan yagona odam Akira bo'ldi. Uning nozik joyiga. Bu shafqatsizlik. Ha mayli, uning aylanasini kuchaytiring. Akira, keyingi o'qda senga turishga joy qolmadi. Shuni bilasan-a? To'g'ri. Bu sening oxirgi oyog'ing va oxirgi hayoting. Akira, ular bizni bir-birimiz bilan jang qilishimiz uchun ataylab xato otishyapti. Senda ikkita nishon bor. Bu safar boshqa birovni nishonga olarsan. Bu to'g'ri. Bu safar Ali senga otaman. Agar u Ellisonga ochishga rozi bo'lsa, biz ham rozimiz. Roziman. 3 ta o'q to'g'ri unga. Uchovingiz hammi? Bu o'yinni sen o'zing tanlaganding, yaxshi. Sen ham ular kabi Ellisonni nishonga olishga rozimisan? Ha. Majburman. Ha. Bu oxirgi raundim. Sizlarni yaxshi ko'raman. Biz ham seni yaxshi ko'ramiz. Qo'riqchilar, qurollarni o'qlang. 3, 2, 1, o'toq! Oh! Roni o'z so'zida turib Ellisonga otdi. To'g'ri, nozik joyga urdim. U meni nozik joyimga Yo urdi. xudo, shoshma. Bu nima? Shoshma. Roni, U qanday rang? bu ko'k. Oxir oqibat faqat birimiz yutishimiz mumkin. Sen yutqazasan, o'g'ayna. Bu safar to'g'ri peshonangga otaman. Voy. Uni o'yindan chiqarishim kerak. Agar uni o'yindan chiqarmasam va u men bilan birga ketsa, bu she'ri yakun bo'ladi. Uni nokaut qilishim kerak. Nokaut qilaman. Ko'ramiz nima bo'larkan. O'qlang. 3, 2, 1, o'toq! Oh! Yo xudo! Akirani mana bu tarafiga tegdi. Keyin bu tomonga qarasangiz, Roniga ham tekkan. Ikkovingiz shunchalar o'jar edinglarki, hatto bir-biringizga $500 million ga tushdinglar. O'yin o'yinda. U allaqachon lamba olgan. Menga esa u kerak edi. Ikkalamiz ham jonimizni berib kurashdik. Biz shuncha yo'l bosdik. 3 tadan biri bunga ko'proq loyiq. Maneke o'rniga o'sha yerda sen turishing kerak edi. Bu qiyin og'ayni. Kechir. Akira, Roni, ikkovingiz ham o'yindan chiqdingiz. Lekin agar bu sizga taskin bersa, qurolingizni tashlashingiz mumkin. Mana 10 ming, quruq qo'l bilan ketmaysiz. Bu menga taskin bermaydi. O, 10 ming. Ana shunaqa. Yigitlar, iltimos, Akira va Ronini olib chiqing. 3 o'yinchi qoldi. Ochda davom etamiz. 3, 2, 1, o'toq! Giyo uning to'g'ri ko'kragiga urdi. Voy, Giyo butun vaqt davomida o'zini tiyib turgan ekan. Sen qachon John Wick'ga aylanding? Ellison, sen $500 million yo'qotishdan bir o'q uzoqlikdasan. 3, 2, 1, o'toq!
Shoshma, u Jiyoning boshidan o'tib ketdi. Senga tegdi. Ellison bilan kurashishda davom etishni xohlaysanmi? Agar bu yerda Ellisonga ursang, u senga yana bir marta ursa-chi, unda aylanasi janob va ikkita zarba bilan sen qolasan. Noda hech narsa yo'q. Qo'riqchilar, o'qlang! 3, 2, 1, o'toch! Oh! Tegdi. Tegdi. Sen o'yindan chiqding. No, ajoyib zarba. Jiyo, sen bu darajaga yetgan eng yosh ishtirokchisan. Tarix yaratishing mumkin. Mumkin. Buni qil. Ellison, mana sening 10 ming dollar naqd puling. Rahmat. Bo'pti, xayr, Jiyo. Dolan, uni ag'darib yubora olasanmi? U qizni yiqitdimi? Menimcha hozir Jiyo, otangni eshitadigan zo'r payt. Jiyoni otasini olib kirishingiz mumkin. Xudoyim. Sizning o'g'lingiz $500,000 ga juda yaqin turibdi. Qalaysan? Men zo'rman, dada. Maza qilyapsanmi? Yutsang ham, yutmasang ham sen butun dunyoga qanchalar ajoyibligingni ko'rsatding. Hammani rostdan ham hayratda qoldirding. Sen haqiqatan ham kuchlisan. Bu unga yengillik berish yo'ndaydimi? Juda ta'sirlandim, lekin ular meni oilam emas va men bu yerga o'zimnikini olish uchun kelganman. Voy xudo. Bu juda qiziq bo'ladi. Qo'riqchilar, ularning qurollarini o'qlang. $500,000 xavf ostida. 3, 2, 1, o'toch! Oh, Jiyo zarba berdi. Ha! To'g'ri bo'yniga. Qo'riqchilar, aylanani olib chiqing. Senda ustunlik bor edi. Endi hisob tenglashdi. Birdan ikkovingiz ham jim bo'lib qoldingiz. Yaxshi, qurollarni o'qlang. Siz bu yerga yetib kelish uchun qattiq kurashdingiz. Bu bekorga bo'lmasin. 3, 2, 1, o'toch! Oh! Voy, 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 voy. Bu yoqqa kel. Noa oyog'iga urdi. U hozirgina Jiyoga urdi. Yaxshi. Jiyoning aylanasini kichraytiring. Bu Jiyoning ikkinchi zarbasi. Sen $500,000 bir o'q uzoqlikdasan. Bu bolakay ko'p xato qilmaydi. Men tezlikda nishonga urishim kerak. Qo'riqchilar, qurollarni o'qlang. $500,000 xavf ostida. 3, 2, 1, o'toch! Oh! Voy! Oh, xudoyim. Oh, Jiyo! Sen urding. Men barmog'imni teshda o'tkaza olaman. Og'ayni, buni o'ylab topa olmaysan. Yana durang bo'ldi. Ey xudo, men hozir qaytib qo'raman. Yana durang. Biz endi biroq uzoqlikdamiz. Yo xudoyim. Hoy, omad sizga. Ha, yaxshi nishon. Bu hammasi do'stona. Ularning aylanalari maksimal darajada kichraygan. Men bunga ishona olmayman. Lekin keyingi o'q $500,000 yutadi. Bu ikkovingizning ham hayotingizdagi eng muhim lahza. Nima deb o'ylaysiz? Jiyo bo'ladimi yoki Noa? Hozir bu $500,000 ga kim ega chiqib o'zi bilan olib ketadi? Ko'ramiz. 3, 2, 1. O'toch! Jiyo yutdi! U yutdi! Sen yutding! Dadangni pichoqla! Dadangni pichoqla! O'g'lingiz hozirgina $500,000 yutdi. Kiring! Voyjonim. Jiyo bizda bo'lgan har qanday ishtirokchi orasida eng ajoyib yo'llardan birini bosib o'tdi. Har doim tengdoshlari orasida ajralib Sen turdi hammasidan ustun kelding. va u raqobatlashgan hammaning qalbini zabt etdi. Jiyoni asrang. Jiyoni asrang. Jiyo hech qachon taslim bo'lmagani uchun u endi $500,000 g'olibi! Yashashin! Ey xudo, aql bovar qilmaydi.